Assalomu alaykum. Bugun biz O'tmir Qosimovning Dunyoning ishlari asari haqida suhbatlashamiz. Unda muallif asosan hayotiy voqealar asosida tasvirlagan. Muallifning bolalik chog'lari asosan ko'p uchraydi. Ona farzandiga bo'lgan mehr-muhabbat ham ko'rsatilgan. Shu orqali ona oila qadri muhimligini ham ko'rsatadi. Menga bu asarning samimiyligi yoqadi. Bu asarda voqealar juda oddiy bo'lsa ham, lekin juda ta'sirli seziladi. Bu asar insonda insoniylik va mehr-oqibat haqida ko'p gapiriladi. Bu kitob odamni juda o'ylantirib qo'yadi. Uning ishlari ko'plab kichik hikoyalardan iborat. Har bir hikoyada hayotiy saboq bor. Ayniqsa, ota-ona va farzand munosabatlari yaxshi ko'rsatilgan. Shuning uchun bu asar tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu asar o'quvchini o'z hayoti haqida o'ylashga undaydi. Undagi voqealar ko'pchilikka tanish holatdir. Bu asar insonlarni yaxshilikka undaydi. Sizlarga savolda, asarda ona obrazi boshqa obrazlar bilan nimasi bilan farq qiladi? Menimcha, u juda sabrli va mehribon. Bolalari uchun har qanday qiyinchiliklarga chidashga tayyor. Endi men savol bersam, bu asar odamni nima haqida ko'proq o'ylashga majbur qiladi? Fikrimcha, u odamni o'z oilasi haqida ko'proq o'ylashga majbur qiladi. Ayniqsa, ota-onani qadrini tushunishga ko'proq undaydi. Sizlarga yana bitta savolda, nimaga muallif bolalik xotiralarini ko'proq eslaydi? Chunki bolalik eng samimiy davr hisoblanadi. U inson hayotida eng esda qoladigan voqealar shu bo'ladi. Sizlarga yana bitta savol. Bu asardagi voqealar bugungi hayotimizga ham o'xshaydimi? Ha, juda ham o'xshaydi. Chunki hozirda ota-ona va farzand o'rtasida deyarli munosabatlar bir xil. Sizlarningcha odamlar nega ba'zan ota-onaning qadriga yetmaydi? Fikrimcha, ular ota-ona qilayotgan ishlarini hali tushunmaydi, lekin vaqt o'tib ular bu narsani tushunishga o'zlarini harakat qilib qo'yadi. Yoshlar bu asardan qanday saboq olishi mumkin? Eng katta saboq ota-onani hurmat qilish. Chunki ular biz uchun juda katta mehnat qiladi. Sizlarga bitta savol yana. Asar o'qigandan keyin odamning fikrlashi o'zgarishi mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Chunki asardagi voqealar odamni chuqur o'ylashga va bu voqealarni tahlil qilishga undaydi. Sizlarga bitta savolda, qiziq savol. Nimaga oddiy voqealar ham nega muhim bo'lishi mumkin? Chunki hayotning asl mazmuni qisqa lahzalarda hisoblanadi. O'ylashimcha, men shunday deb o'ylaymanki, seningcha asarning eng ta'sirli qismi qayerda qoldi? Menimcha, bu onaning farzandlari uchun qilgan fidoyiligi bilan tasvirlangan joylaridir. Munir, senga atayotgan savol. Nima uchun ko'pchilik bu asarni sevib o'qiydi? Chunki unda hayotiy voqealar bor. O'qigan odam o'z hayotidan ham o'xshash holatlarni eslaydi. Zuhra, senga savol. Seningcha bu asarning asosiy g'oyasi nima? Fikrimcha, bu asarning asosiy g'oyasi oila, mehr va ota-onaning qadrini bilishdadir. Xolida, senga yana bitta qiziq savolda, agar sen muallif bilan uchrashganingda unga qanaqa savol bergan bo'larding? Agar men muallif bilan uchrashganimda, undan bu asarni yozishda qaysi voqea eng ko'p ta'sir qilganini so'rardim.